Assalomu alaykum aziz abituriyentlar. Mana bugun alkinlar mavzumuzni boshlaymiz. Alkinlar umumiy formulasi CnH2n formula bilan ifodalanadi. Demak, ya'ni masalan C3 bo'lsa H2 barobar 2n ya'ni 6 bo'ladi. Masalan C4 bo'lsa H8 demak formulasiga mos keladi. Ya'ni biz umumiy formulasida moddaning formulasini qisqa formulasida olishimiz mumkin. Bularga alkanlardagi an o'rniga bularga in qo'llaniladi. Bularda qo'shboq borligi sababli bular to'yinmagan uglevodorodlar sinfiga mansub hisoblanadi va bular to'yinmagan hisoblanadi. Xo'sh, bularda nomlanishi va izomeriyasi bilan birinchi tanishib o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana reja asosida tanishsak, nomlanish izomeriyasi, keyin hokazo shu reja asosida o'rganib chiqamiz bugun alkinlarni. Alkinlar bular yana bir nomi olefинlar ham deb ataladi. Olefin deyilishiga sabab bu alkin etilinga 4 ta xlor biriktirib tetraetil tetraxlor etilin olingan. Bu mo'ysmon suyuqlik bo'lgani uchun gollandiyalik kimyogarlar moylar deb atagan. Shuning uchun alkinlarning umumiy nomi olefинlar, ya'ni gollandiyalik kimyogarlar moyi degan ma'noni anglatadi. Bular demak alkinlar, bular to'yinmagan. Nega to'yinmagan? Qanaqa moddalar to'yinmagan bo'ladi? Tarkibida qo'shboq bo'lgan birikmalar to'yinmagan birikmalar hisoblanadi. Organikada uglerod zanjirida qo'shboq bo'lishi kerak. O'shanaqa uglevodorodlar to'yinmagan hisoblanadi. To'yinmagan uglevodorodlarda birinchi organikamizdagi birinchi kelishi hali bu alkinlar. Bularda qo'shboq bor, to'yinmagan. Bular shu qo'shboq sababli yen qo'shimchasini oladi. Bularga ikki xil qo'shimcha qo'shiladi. Ba'zi vaqtlar in, mana bunaqa. Ba'zi vaqtlar elen. Bu asosan ratsionalda qo'llaniladi, elen. Demak, birinchi vakili bularni eten yoki etilen deyiladi. Eten yoki etilen. Elen ham qo'shilishi mumkin. In yoki elen, etin yoki etilen deb ataladi. Birinchi vakili. Bularda mitin yoki metilin degani yo'q. Chunki bitta uglerodga qo'shib qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi vakili shu. Ba'zi vaqtda esda tushadi, gamologiya qatorida birinchi vakilini toping deb. Bu etin yoki etilen. Keyingi vakili propen yoki propelen. Keyingi vakili butin 1. Nega butin 1? Bu yerda qo'shboqni joyi ko'rsatiladi. Buten deyiladi. Qo'shboq birda turgani uchun 1 deyiladi. Sistematika bo'yicha tushuntiryapman. Sistematika bo'yicha bular raqamlar qo'shboq yaqin tomondan qaysi uchga yaqin? Bu uchga yaqin, shu tomondan raqamlanadi. 1, 2, 3, 4. Demak, bu uchga yaqin. Buten birinchi uglerodda qo'shboq saqlaganligi uchun buten 1 deyiladi. Sistematikaga ko'ra. Davom etamiz endi. Keyingisi butin 2. Tarixiy nomi psevdobutilen. Butin 2 yoki psevdobutilen. Bu birikma qo'shboq 2 da turganligi uchun shunday nom olyapti. Mana raqamlab chiqamiz. Bu tomondan ham 2 da turibdi, bu tomondan ham 2 da turibdi. Shuning uchun raqamlash qaysi tomonlarga ahamiyati yo'q. Xo'p, biz bu tomondan raqamlaylik 1, 2, 3, 4. Xo'sh, bu nomi butin 2 sabab qo'shbog'imiz ikkinchi uglerodda turganligi sababli. Qo'shboq bu yoki mana pi bog' saqlagan uglerod 2 da turibdi. Yana davom etamiz. Keyingisi. Bunisi raqamlab chiqamiz. 1, 2, 3, 4. Qo'shboq ikki tomondan ham bir xil uzoqlikda turibdi. 1, 2, bu tomondan ham 1, 2 da. Bunday vaqtda xuddi alkanlarga o'xshab metil yaqin tomondan raqamlaymiz. Metil bu tomondan yaqin bo'lganligi uchun shu tomondan raqamlab keldik va mana bu o'rin bosar. Demak, nomlak desa 2 metil 2 da, ya'ni ikkinchi uglerodda metili bor. Umumiy zanjir 4 ta uglerod bo'lgani uchun bu to'yinmagan bo'lgani uchun in, buten. Buten ikkinchi uglerodda qo'shboq bo'lgani uchun butin 2 bo'ladi. Mana 2 metil butin 2. Sistematika bo'yicha nomladik. Davom etamiz. Bunisi nomlaymiz endi. Bu qaysi birikma? Buni ham birinchi raqamlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Raqamlash, mana bu tomondan raqamlaylik. 1, 2, 3, 4. Nega bu tomondan raqamladim? Bu ikki tomondan ham bir xil. 1, 2. Bu tomondan ham 1, 2. Metillarim bu tomonda 1, 2 da turibdi, bu tomondan ham 2 da turibdi.
Shuning uchun xohlasak bu tomonni raqamlasak, ikkalasi ham to'g'ri hisoblanadi. Xo'p, endi buni nomlaymiz. Nomlasak, demak, metil 2 da, metil 3 da turibdi. Demak, 2 3 di metil 2-3 dimetil but yen qo'shimchasi oladi, to'yinmaganligi sababli qo'shbog'i bor birikmalar to'yinmagan hisoblanadi. But qiziqcha 1 2 bo'lgancha 2 butin 2. Demak, 2 bilan 3 da metil bor, 2-3 dimetil butin 2 bu deb nomlandi. Davom etamiz endi. Mana bu nomlashimiz kerak. Ana endi bizda sal muammo bo'lishi mumkin. Chunki bu tomondan sanasak qo'shboq 1 da turibdi, bu tomondan 1 2 3 da turibdi. Bu tomondan yaqin. Lekin metil bu tomondan 2 da turibdi, bu tomondan 3 da turibdi. Metil bu tomonga yaqin. Bunday vaqtda qo'shboq tomondan raqamlanadi. 1 2 3 4. Demak, mana endi nomla desa 3 metil butin 1. 3 metil butin 1 bo'ldi nomi. 3 metil butin 1. Ya'ni 3-uglerodda metili bor, butanni yen qo'shimchasi qo'shib, birinchisida nimasi qo'shbog'i bor. Mana bu nomlasak endi uzun zanjirni tanlash muhimroq bo'ladi. Agar tanlaganimizda ikkita zanjir uzunligi bir xil bo'lsa, masalan 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Bunday bo'lsa, qo'shboq saqlagan uglerod asosiy zanjir hisoblanadi. Bizda mana bu qo'shboq saqlagan uglerod mana bu zanjir, shu zanjirimiz asosiy zanjir bo'ladi. Endi raqamlab chiqamiz. Xo'p, qo'shboq bor tomondan metil bu tomonga yaqin, lekin qo'shboq bu tomonga yaqin. Bu tomondan raqamlaymiz. 1 2 3 4 5 6. O'rinbosar, ikkita metil o'rinbosari, bitta etil o'rinbosari bor. Qani nomladik. 3 mas 4 ekan, adashib ketibman. Demak, mana bu yerda 4 5 di metil salgina anglashmovchilik uchun birinchi etil nomlash kerak. Alfavitda birinchi i kelgani uchun men metilni nomlab o'ribman. Bilamiz, alkalar mavzuda batafsil tushuntirganman. Alfavit bo'yicha birinchi nomlanish kerak, birinchi etil nomlanish kerak edi. Demak, 3 etil deyishim kerak edi. 3 etil 4 5 dimetil endi nima bo'ladi nomi? Uglerod 6 ta bo'lgani uchun geksen 2. Xo'p, birinchi alfavit bo'yicha i kelganligi uchun i'dan birinchi nomlaymiz. Demak, 3 etil 4 5 dimetil geksen 2. Mana alkenlarning nomlanishi. Davom etamiz endi. Ushbu alken nomlashimiz kerak. Buni ham xuddi shunaqa uzun zanjir tanlab olishimiz kerak, lekin bu yerda ham uzun zanjir aytganimdek qo'shboq saqlagan uglerod bo'lyapti. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Uzun zanjir bir xil. Demak, bu tomondan raqamlaymiz. 1 2 3 4 5 6. Ana endi bu yerda yanglishmasligimiz kerak. Birinchi etil nomlab olamiz. 3 etil. Xo'p, endi 3 5 dimetil 3 5 di metil asl zanjirda 6 uglerod bo'lganligi uchun geksen birinchida qo'shboq bo'lgani uchun 1. Demak, 3 etil 3 5 dimetil geksen 1. Mana nomlanishi. Demak, nomlanishi tushunarli bo'lsa, davom etamiz endi. Bularda buni aytdik psevdobutilin yoki butin 2 deb ataladi. Endi birinchi bularda bir izomer chizib olsak, izomer chizishni o'rganib olsak, bularda izomerda bir necha xil turi uchraydi. Ya'ni biz alkanlarda asosan tuzilish izomeriyasini o'rganuvdik. Ularda optik izomeriya ham kuzatilar edi. Alkenlarda endi asosan eng ko'p uchraydigan izomeriya bular geometrik izomeriya, ya'ni cis trans izomeriyasi, yangi izomeriya turi bularda uchraydi. Keyin bularda zanjir izomeriyasi ham mavjud. Bularni chizib o'rganamiz. Masalan, pentinni, xuddi butinni izomerlarini chizsak, kichkinasidan birinchi boshlak butin. Demak, ular to'rtta bo'lishi kerak. S4 H8 1 2 3 4. Demak, vodorodlar qo'ymay o'zyapman, osonroq tushunishimiz uchun birinchiga qo'shboq qo'yamiz. 1 2 3 4 qo'shboqni ikkinchi uglerodga ko'chiramiz mana.
Demak, butin 1, butin 2. Birinchi holat izomer deyiladi. Bular holat, ya'ni qo'shbog'ning holati bo'yicha izomer. Butin 1 va butin 2 holat, ya'ni qo'shbog'ning holati bo'yicha izomer bo'ladi. Qo'shbog' siljayapti asosiy zanjirda. Endi zanjirni o'zgartiramiz, kaltalashtiramiz. 1, 2, 3 ta uglerod, mana bitta metil cho'rsak bo'ladi. Demak, butinni 3 ta izomeri bor ekan. Lekin bularga siklik izomerlar ham kuzatiladi. Sikl alkallar ham izomer. Bularga, alkinlarga umumiy formulasi mos keladi. Keyin bularda geometrik izomeriyasiz trans izomeriya kuzatiladi. Uni keyin to'xtalaman. Hozircha zanjir izomeriyasini o'rganib olaylik. Mana izomeriyasini chizdim. Endi pentinlar soni nechta? Masalan, C5H10 tarkibli uglevodotlar soni nechta? Men yana qaytaraman, sikl alkallar chizmadim bu yerda. Asosan zanjir va holat izomeriyasini chizdim. U nima geometrik izomeriyasini keyin to'xtalamiz dedik. Demak, C5H10. Bunda 1, 2, 3, 4, 5 ta uglerod bor. Endi birinchida qo'shboq qo'yamiz. Holat izomerlari birinchi 1, 2, 3, 4, 5. Holat bo'yicha yana bitta. Endi buni bu yoqqa ko'chirish iloji yo'q. O'xshab qoladi o'ziga. Qo'shboq birinda 2 ga ko'chirdim, bo'ldi. Endi zanjirni o'zgartiraman. 1, 2, 3, 4. Mana qo'shboq birga qo'yib metil qo'ydim. Metilni joyida suramiz endi 1, 2, 3, 4. Qo'shboq turibdi. Metilni bitta o'zgartiramiz joyini mana. Keyingisi endi 1, 2, 3, 4. Qo'shboqni ikkinchi uglerodga ko'chiramiz. Chunki metil yana ko'chirish imkoni yo'q. Endi qo'shboq suramiz mana. Demak 1, 2, 3, 4, 5 ta holat, nima zanjir va holat izomerlar soni 5 ta ekan mana. 1, 2, 3, 4, 5. Yana birortasi qolib ketmagan bo'lsa, yo'q, qolib ketmabdi. Demak, alkinning 5 ta izomeri mavjud. Zanjirni kamaytirib ko'rsakchi. Masalan, 1, 2, 3 desakda, mana bunday qilib ko'rsak. Endi qo'shboq qo'yishimiz kerak. Ular 5 valentni o'qitadi. Shuning uchun buni chizish mumkin emas. Ya'ni zanjirni yana bitta kamaytirishimiz imkonsiz bo'lib qoladi. Ugler valentligi 5 valentni o'qityapti. Demak, izomeri mana. Endi shu izomerlarni mana ko'rib chiqamiz. 5 ta dedik. Bu yerda fazoviy izomeriyasimiz hisobga olinib o'rgan. Pentin izomerlar soni 5 ta chiqardik. Fazoviy izomeriyasi bizga hisobga olsa ko'payib ketadi. Masalan, giptinlar soni nechta deyapti bunisida. Biza hisobga olinsin degan fazoviy izomerlar biz hisobga olmaymiz. Hisobga olinsa 14 ta chiqish kerak ekan. Bu yerda C7H10 tarkibli uglevodning pentinli izomerlar soni. Bu yerda pentinli degani asosiy zanjirda 5 ta uglerod saqlasin, 2 ta o'rinbosari bo'lsin. Fazoviy izomerlar ham hisobga olinsin deyapti. Hisobga olmay chizib ko'ramiz biz shunisini. Demak, mana 5 ta uglerodi bor, asosiy zanjirda 2 ta o'rinbosari bor. 2 ta o'rinbosar, 2 ta metil bor. 1, 2, 3, 2, 4. Keyin 3, 3. Qo'shboqning formulasi joyi o'zgarmay turibdi. Asosiy zanjirda 5 ta uglerod mavjud. Xo'p, keyingisi asosiy zanjirda 5 ta uglerodi bor, 3 bilan 4 da metili bor. Keyingisi asosiy zanjirda 5 ta uglerod bor, 4 ta 2 ta metili bor. Endi holatini o'zgartiramiz. Endi o'rinbosarlarni bitta qilamiz. Chunki bizga pentinli degan o'rinbosar 2 ta bo'lsin, 3 ta bo'lsin demagan. Shuning uchun o'rinbosarni etilga ham o'tib olsak bo'ladi. Shu etilni endi qo'shbog'ni bitta oldinga sursak bo'ladi mana bunaqa. Keyin o'rinbosarlar 2, 3. Keyin 2, 4. Keyingisi 4, 4. Keyingisi etil qo'ysak ham bo'lar ekan mana. Bu yerda hammasi chizilmabdi ekan. Bu yerda yana bitta mana bunisi ham qolib ketgan. Bir nechtasi qolib ketgan, hammasi to'g'ri chizilmagan. 4, 5. Mana buni qilsak ham asosiy zanjirimizda uzun bo'lib ketgan, lekin pentin degani uchun buni ham olsa bo'ladi. Sababi uglerod soni asosiy zanjir qo'shboq saqlagan bo'lib qoladi bunda ham. Hay bizada mag'lub, lekin chizsak jami 14 ta chiqish kerak fazoviy shakllari bilan. Bu yerda xatolik yo'q. Endi bularda izomeriyaning yangi turi biz aytdik geometrik cis va trans izomeriya kuzatiladi. Men nomlanishiga unchalik batafsil to'xtalmadim deb hisoblaymiz, chunki ko'proq mashq qilsa yaxshiroq bo'ladi. Aslida testda mashq qilinadi yoki alkallar mavzusida ko'proq tushuntirganman nomlanishini. O'zi organikada alkallar va sikloalkallarni nomlanishini to'liq mukammal tushungan odam, ya'ni yaxshi ko'proq mashq qilgan odam, alkinlar va bundan keyingi sinf vakillari nomlashga unchalik qiynalmaydi. Shuning uchun har bir sinfda birinchi o'rin organikani o'rganmoqchi bo'lgan odamga
bizdan maslahat shuki, fundamental joyini kuchli bilish kerak. Ya'ni nomlanishi, izomer chizish, ana shu ikkita narsani mukammal erinmasdan ko'p mashq qilish keyingi mavzuda tushunishni ancha osonlashtiradi. Birovlar ko'pchilik nomlanishni, izomeriyasini yaxshi o'rganmaydi. Keyingi mavzular o'rganmoqchi bo'ladi. Keyin hammasi o'sha o'tgan umrni xazon qiladi. Ya'ni 1 yil o'sha 4 oy, 5 oy, 2 oy, 3 oy organik o'qishga urinadi, hafsalasi pir bo'ladi. Sabab izomer chizish, nomlanishni bilmasdan turib, keyingi mavzularda albatta qiynaladi. Shuning uchun buni zo'r bilish kerak. Tez chizish izomeriyada nomlashlar birdan chalg'imasdan yoki duduqlanmay qolib nomlashgacha mashq qilish kerak. Xo'p, endi fazoviy shakli bu cis va trans izomeriya. Demak, nomlash asosan testlar bilan mustahkamlaymiz. Endi mana bu moddaning fazoviy shakli, ya'ni o'rtada qo'shbog'i bor. Mana bu vodorod mana, bu vodorod mana ikkita metili sariq rangda ifodaladim. Agar qo'shbog' tutgan uglerod o'rinbosarlar ikki tomonda turgan bo'lsa, bular aylana olmaydi bir-biriga. Ya'ni mana bunday qilib aylantirish imkonsiz. Bunday turgan narsa bunday qilib o'zgartira olmaymiz. Chunki qo'shbog' mana qo'lingiz bunday turibdi, tasavvur qiling. Buni aylantirsangiz uzilib ketadi. Aylanmay, uzmasdan aylantira olmaysiz-ku mana. Uzilib ketadi qo'lingiz. Lekin bitta bo'lsa uzmasdan aylantirish mumkin. Mana bunaqa qilib mana. Uzmasdan aylantira olasiz. Ikkita bo'lsa qo'lingiz uzmasdan aylantira olmaysiz, uzilib ketadi. Iloji yo'q. Shuning uchun men aytmoqchiman, agar mana bunaqa bo'lsa modda, vodorod masalan CH3 yoki bo'lmasa vodorod CH3. Bunda cis trans kuzatilmaydi, chunki buni molekulalar aylanaveradi bemalol. Bitta bog' aylanish xususiyatiga ega. Ikkita bog' bo'lsa, lekin ya'ni qo'sh bog' bo'lsa, u aylanish xususiyatiga ega emas va metillar bir tomondan qotib qoladi. Va bu metil tepaga chiqa olmaydi. O'zi molekulalarda konformatsiya hodisasi kuzatiladi, ya'ni molekulalar sigma bog' atrofida aylanib turish kerak. Atomlar guruhlari. Mana bu sigma bog' atrofida atomlar guruhlari aylanib turish kerak. Lekin bu yerda aylanolmay qoladi. Qo'sh bog' ushlab qoladi, bir-birini qotib qoladi va aylanayotgan payt uzilib ketishi mumkin va joyida qolib ketadi. Metil mana bu yerda qolgan bo'lsa, bu cis izomeriya deyiladi. Endi shu metil tepada bo'lishi mumkin, mana bunday qotgan bo'lishi mumkin. Bu izomeriya trans deyiladi. Agar o'rinbosarlar bir tomonda turgan bo'lsa, qaytaraman. Mana bunaqa bo'lsa, cis ikkita massasi katta bo'lgan o'rinbosarlar bir tomonda qolgan bo'lsa, cis bo'ladi. Boshqa tomonda turgan bo'lsa, trans deyiladi. Mana bu trans izomer hisoblanadi. Bunga nisbatan teskari turibdi mana. Lekin bunaqa bo'lib aylanolmaydi. Agar hozir biz moddani cis holatidan, ya'ni mana bu cis holatidan, mana cis holat turibdi, bir xil o'rinbosarlar bir tomonda turibdi. Trans holatga o'tkazmoqchi bo'lsak, bu kimyoviy jarayon hisoblanadi. Bu shunaqa fizik jarayon bilan bir-biriga o'tmaydi. Bu trans mana, trans holatga o'tdi. Xo'sh, endi mana bunisi cis mana. Cis bo'lgan holatda ikkita bir xil o'rinbosarlar bir tomonda turgan bo'ladi. Trans holatda esa har xil tomonda turgan bo'ladi. Xo'p, bu bir-biriga aylanish esa kimyoviy jarayon hisoblanadi. Ya'ni transdan cis yoki cisdan transga o'tkazish bu o'sha kimyoviy jarayon. Shuning uchun bunaqa izomeriya bor va u barqaror hisoblanadi. Xo'p, endi cis trans bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Masalan, uglerod qo'shbog' saqlash kerak va uni bitta qo'li X radikal saqlagan bo'lsa, ikkinchi qo'li Y radikal saqlash kerak. Buni ham bitta qo'l X radikal saqlasa, buni ham bitta qo'l Y radikal saqlash kerak. Ya'ni mana bu o'rinbosarlarni kichikroq yozsak, mana bu o'xshasin. Qo'li ikki xil bo'lishi kerak. Mana buni Z bo'lsa ham, A bo'lsa ham bo'laveradi. Bunaqa qilsa ham mumkin. Ya'ni qo'shbog' ushlagan uglerodlarni ikkita qo'li ikki xil X, Y, bu ham X, Y bo'lishi kerak. Ikkalasi bir xil bo'lsa bo'lmaydi. Masalan, X bo'lsa, bu ham Y bo'lsa, unda cis trans kuzatilmaydi. Yoki X bu Y bo'lsa ham bo'lmaydi. Sabab ikkita qo'l bir xil bo'lib qolsa bo'lmaydi. Mana bu uglerod ikkita qo'li ikki xil, bu uglerodda ham ikkita qo'li ikki xil bo'lishi kerak. O'shanday holatda cis trans hodisasi kuzatiladi. Ya'ni geometrik izomeriya. Cis ko'pincha yuqori, ya'ni murakkabroq molekulalarda zusamin deyiladi. Trans holati esa intigen deyiladi. Murakkab bo'lgan vaqtda molekulalar ya'ni yiriklashib ketsa, murakkablashib ketsa va mana bu yerlarda o'rinbosarlar murakkablashsa shunaqa bo'ladi. Bunday vaqt qanday ajratamiz cis transni? Molekulyar massalar og'irlari bir tomonda bo'lsa cis, boshqa tomonda bo'lsa trans bo'ladi. Molekulyar massasiga qarab ajratish mumkin. Xo'p, mana bularda cis trans bormi?
ularda geometrik izomeriya, ya'ni cis va trans izomeriya kuzatilmaydi. Nega tushuntiraman. Mana bu uglerod ikkita qo'lda vodorod saqlagan. Bunisi uglerod, ikkita qo'lda vodorod. Ikkita qo'li bir xil. Tasavvur qiling, almashtirganim bilan hech o'zgarmadi. Boyagi modda ham, bu modda ham bir xil. Shuning uchun bunda cis trans yo'q. Endi savol beradi, propinnachi? Yo'q, propinda ham cis trans yo'q. Nega? Tasavvur qiling, metil vodorod bir tomondan metil guruhi, bir tomondan vodorod turibdi. Endi o'zgartirib ko'ramiz joyini. Endi qarang, bu tomondan metil, bu tomondan vodorod. Yana shunaqa vodorod metil edi, yana vodorod metil bo'ldi. O'zgarmadi. Bunda cis trans yo'q. Ya'ni biz molekularni pastga tepaga chiqarganimizda bir-biriga nisbatan har xil tomonni pozitsiyada turish kerak. Ya'ni metil bo'lsa, tepada metil bo'lganda edi, trans bo'lar edi, pastda bo'lganda cis bo'lar edi. Hozir buni cis trans kuzatilmaydi. Sababi mana bu uglerod ikkita qo'li ikki xil. Bu to'g'ri, bu javob beradi talabga, lekin bu uglerod javob bermaydi, chunki buning ikkita qo'li bir xil. Buning ikkita qo'li har xil bo'lishi kerak edi. Hop, bunisida cis trans bormi? Masalan, pentin 2. Ha, bunda cis trans bor. Qanday bilamiz? Mana buni yozib ko'ramiz. Mana CH3, mana vodorodi mana. Qo'shboq ishlayapti. Bunda bitta vodorod bor, bitta etil, mana bu etil mana. Hop, bunda nega mana buni bitta qo'li X, bittasi Y, buni bitta qo'li X, bittasi Z bo'lyapti, har xil qo'llari. Bunda cis trans bor. Qanday? Mana buni hozir cis holatda turibdi bu. Ikkita massasi og'ir bo'lganlari bir tomondan. Hop, o'zgartirib ko'ramiz. Mana endi trans bo'ldi. Trans izomer. Chunki massa va harakatlar har xil tomonda. Bu o'zi sezilib turibdi mana. Etil vodorod, metil vodorod. Bundan oldin nima edi? Bundan oldin metil, etil, vodorod edi. E'tibor beramiz mana. Mana bu uglerod ikkita qo'li ikki xil, bu uglerod ham ikkita qo'li ikki xil. Demak, cis trans bor. Bu trans holatda bo'lyapti. Bunisi cis holatda bo'ladi. Mana bu metil, etil. Massasi og'irlari mana ikkovida buni massasi katta. Bu ikkalasidan buni massasi katta. Massasi kattalar bir tomonda bo'lsa, bu cis. Har xil tomonda turgan bo'lsa, trans. Qisqacha, mana bunday turgan bo'lsa, bu cis. Mana bunaqa turgan bo'lsa, bu trans. Zusamin, intigin aytdik boyagidagi yuqori molekular birikmalarda uchraydi. Ko'pchilik adashtirib qo'yadi zusaminni. Mana buni ko'pchilik, xo'p, zusamin bu yerda muammo emas ekan. Mana massasi katta ikkovdan bu katta, bundan bu katta. Demak, massasi kattalar bir tomonda bu zusamin, ya'ni ses bo'lib turibdi. Endi ko'pchilik mana buni ham zusamin deb o'ylaydi. Nega desa etil bir xil-ku. Bir xiliga qaramaymiz, massasiga qaraymiz. Bu ikkovidan buni massasi katta, bu ikkalasidan buni massasi katta. Demak, ikki xil tomon turgani uchun massasi kattalar. Bu trans, ya'ni entkigen deyiladi. Murakkab bo'lgani uchun bular entkigen. Cis bo'lsa zusamin, trans bo'lsa entkigen bo'ladi. Biz qayerdan bilyapmiz? Yana qaytaraman. Radikalni, ya'ni o'rinbosarni molekulyar massasi kattasiga qarab aytamiz. Demak, mana. Endi izomer chizishni o'rgandik, nomlanishini tushungan bo'lsak, endi alkinlarning fizik xossalari va ishlatilishi bilan tanishib o'tamiz. Alkinlar birinchi vakili gomoloid qatorida etilen dedik. Etilen, propilen va buten bular gazlar hisoblanadi. Dastlab 3 ta vakili gaz. Bular aytayapti mana demak, o'tkir hidli mana alkinlar rangsiz suvda erimaydi, o'ziga xos o'tkir hidli moddalar alkinlar. Demak, etilen, propilen, buten bular asosan neft tarkibida uchraydi. Neftlar tarkibida uchraydi ko'p miqdorda. To'yinmagan uglevodorodlar bular gaz moddalar. 5 dan 18 gacha bo'lganlari suyuqlik, 19 dan yuqorilari esa parafin, qattiq moddalar hisoblanadi. Bular ham qutbsiz molekula bo'lganligi uchun uglevodorodlar o'zi qutbsiz molekula hisoblanadi, gidrofob hisoblanadi, suvni yoqtirmaydi. Organikada yana o'zi kimyoda shunaqa chiroyli qoida bor, ya'ni qutblilarda yaxshi eriydi, qutbsizlarda yaxshi eriydi. Bu nima degani? Qutbli bo'lgan molekulalarda yaxshi eriydi. Qutbsiz bo'lgan molekulalarda yaxshi eriydi. Xo'sh, biz molekula qanaqasi qutbli bo'ladi, qanaqa molekula qutbsiz bo'ladi, buni biz kimyo bog'lanishlar mavzumizda batafsil gapirib o'tganmiz. Demak, mana shunday. Bular qutbsiz molekula. Suv esa qutbli molekula. Bir-biri bilan uncha nima qilmaydi. Bir-birini xohlamaydi va yaxshi erimaydi. Gidrofob molekula hisoblanadi bular. Endi o'tkir hidli yuqori vakillarda hid yo'qolib boradi. Yuqori massasi ortgan sari, demak, gidrofoblik ham oshib boradi molekula massasi ortishi bilan. Xo'p,
Davom etamiz. Endi bularni ishlatilishi. Bular asosan keng miqdorda hozirgi zamon rivojlangan paytida bular plastmassalar, polietilenlar ishlab chiqarishda foydalaniladi. Vodoprovod quvurlari shunaqa. Demak, bular polimer olishda ishlatiladi ko'p miqdorda alkinlar. Qushbog' borligi uchun polimerlanadi. Kimyo xususida polimerlanish haqida keyin batafsil to'xtalaman. Endi aslida yangi darslik bo'yicha tushuntiryapman, chunki testlarimiz borgan sari darsligimiz yangisiga moslashib boradi. Demak, bular alkinlar, etilen haqida gapirilgan bu yerda. Etilen bu olma, nok, pomidor, qalampir kabi mevalar yulib olinganda ulardan ajralib chiqadi ko'p miqdorda, ma'lum bir miqdorda. Va bu sabzavot, meva o'sha poliz ekinlar sabzavotlarda asosan pishishini tezlashtirib yuboradi. Etilinda shunaqa xususiyat bor. Demak, sabzavotlarda pishishini tezlashtirib yuborish sotiga, kartoshka, sabzi shularni pishishini tezlashtirib yuboradi. Shuning uchun ham agar kim uzoq vaqt saqlamoqchi bo'lsa, biz bilamiz, meva pishib qolsa, u tez ayniydi keyin. Shuning uchun uni xomlay uzoq vaqt saqlaymiz. 0 gradusda mevalar uzoq vaqt saqlash mumkin. Meva saqlashda bir narsaga e'tibor berish kerak. Mana bu o'zidan etilen chiqaradigan olma, nok, qalampir, pomidor saqlangan joyda sabzavot saqlash tavsiya etilmaydi. Chunki ular o'zidan etilen chiqaradi. Chiqqan etilen esa sabzavotlarni aynitadi tez. Nega aynitadi? Chunki u pishishini tezlashtirib yuboradi sabzavotlarni. Ya'ni o'sha etilen bor muhitda, o'sha gazi tarqagan muhitda sabzavotlar tez pishib qoladi. Tez pishgandan keyin endi u ayniydi. Shuning uchun u yo'q muhitda saqlanadi. 0 gradus saqlanganda ular pishmaydi. Ya'ni sabzavot polizlarni 0 gradusdagi muhitda saqlaymiz. Bunda sitrus mevalarni ular pishmay turadi. Keyin biz uni tezroq pishirmoqchi bo'lsak, bunga etilen purkiymiz. Etilen unga muhitda borgandan keyin tezda pishadi va o'sha bozorga olib chiqishimizga ko'p dehqonlar shuni tezroq pishirishtirishda, ya'ni mevalarni, sabzavotlarni qish kun saqlaydi, sovuqda 0 gradusda xomlay yulib olib saqlaydi va uni pishish kerak bo'lgan vaqtda etilen havosiga sovoradi, ya'ni purkaladi. Shu natijasida ular tezda pishib tayyor bo'ladi. Demak, va pishgandan keyin tezda aynishni boshlaydi. Mana etilen bilan pishgan mevalar, o'sha sabzavot poliz ekinlari, sitrus mevalar, bular tezda aynigan mana. Shuning uchun bu yuqorida aytib o'tgan mevalar bor muhitda bu mevalarni, bu poliz ekinlarni saqlash tavsiya etilmaydi. Ularni aynitib yuboradi tezda. Keyin aytdik, biz ko'p kauchuk, polimer moddalar, polietilenlar olishda ishlatiladi. Bular biz bilamiz, buni bir rezina plastmassalarda ishlatiladi asosan. Etilen. Endi bularda olinishi. Xo'p, reaksiyamiz bitta to'xtalib o'tmoqchiman. Mana bu murakkab sirka kislotaning murakkab efirini piroliz qilib olinadi. Bu eski kitobning ma'lumoti, shuning uchun hozir milliy sertifikat testlari bo'lyapti abituriyentlar uchun. Unda asosan reaksiya sxemalari faqat yangi kitobdan emas, eski kitoblardan ham tushyapti. Shuning uchun o'sha eski kitoblarda bor reaksiyalarning ayrimlari bilan tushish mumkin, juda yuqori mumkin bo'lganlari bilan tanishib o'tyapmiz. Muhim bo'lganlari. Demak, sirka kislota murakkab efirlar piroliz qilinganda, havo suvida qizdirganda sirka kislota va alkin hosil bo'ladi. Mana to'yinmagan uglevodorod. Shu usulda alkin olsa bo'ladi. Sirka kislotaning murakkab efirlarini piroliz qilamiz. Bu yerda propilin chiqdi. Agar sirka kislotaning etil efiri bo'lganida deydi, bu yerdan etilen chiqasidi. Bu yerda ikkita bo'lganda mana bu yerda ikkitalik chiqardi. Uchta bo'lgani uchun bizda propilin chiqdi. Keyin digalogenli hosilalarga rux ta'sir ettirib olishi mumkin. Masalan, 2-3 dixlor butanga rux ta'sir ettirganimizda rux keladi, ikkita xlorni olib pi bog' tashlaydi. Natijada qo'shbog' hosil bo'ldi. Mana to'yinmagan uglevodorod. E'tibor beramiz, rux ikkita galagen uchun bitta pi bog' tashlaydi. Ikkita galagenga bitta pi bog' tashlaydi. Natijada qo'shbog' hosil bo'ldi. Kaliy spirtga adashtirib qo'yadi ko'pchilik buni. Rux o'rniga litiy amalgamasidan foydalanish mumkin. Ba'zi vaqtlar natriy, litiydan ham foydalanish mumkin. Asosan kitobimizda yozgan litiy va o'sha amalgamalardan foydalansa bo'ladi. Metal amalgamalardan. Mana shu ko'pincha bunda rux ishlatiladi. Davom etamiz endi. Dihidrogenlanish reaksiyasidan olsa bo'ladi. Dihidrogenlanish nima alkinlarda? O'zi alkinlarda olinishi nima degani? Kimyoviy reaksiya natijasida alkin hosil bo'lishi kerak. To'yinmagan uglevodorod hosil bo'lishi kerak. Ya'ni bitta qo'shbog'li birikma chiqishi kerak. Biz buni katalizator ishtirokida qizdirganimizda havos joyda qo'shbog' chiqadi. Butin 1 yoki butin 2 ham chiqishi mumkin. Ikkovi parallel boradi. Shuning uchun reaksiyani parallel qilib yozganman. Ikkovining aralashmasi hosil bo'ladi reaksiyada.
Keyingisi uch bog'liklarga vodorodni biriktirib, ya'ni uch bog'lik birikmalarda qush bog'lik birikmalarga aylantirish ham mumkin. Faqat ekvivalent nisbatda aralashtirish kerak. Ya'ni ikkovining moli teng bo'lsa, shunaqa birikma hosil bo'ladi. Mana pi bog' ochilib, bitta pi bog' ochilib, uch bog'imiz qush bog'ga aylandi. Mana shunday. Va propen hosil bo'ldi. Endi buni birdan ko'rib ko'pchilik qo'rquvchi, shuning uchun alohida o'rganamiz yaxshi. Endi kimyo xoslariga o'tamiz. Olinishi asosan shular. Keyin buni reaksiyada yana mustahkamlab chiqamiz. Endi kimyoviy xossalari. Kimyoviy xossalari o'tishdan oldin buni 3 ga bo'lsak bo'ladi. Nimalarda kimyoviy xossalar 3 ga bo'linadi alkinlarda. Demak, alkin. Ular to'yinmagan uglevodorodlar. 3 ta juda muhim reaksiyasi bor bular. 3 ta. Demak, har doim to'yinmagan uglevodorodlarni ko'rgan paytimiz 3 ta muhim reaksiya har doim bo'ladi. Eslab qolishimiz kerak bu 3 ta reaksiya. Birinchi, bular har doim birikish reaksiyasiga kirishadi. Birikish. Bular har doim polimerlanadi. Bular har doim oksidlanadi. Demak, biror bir organik birikmaning tarkibida o'sha to'yinmaganligini bildik, ya'ni qush bog'i bor tarkibida. Qo'rqmasdan 3 ta reaksiyani bemalol aytsak bo'ladi. Demak, to'yinmaganmi 3 ta reaksiyani beradi. Bular birikish, polimerlanish, oksidlanish degan 3 ta reaksiyani aniq beradi. Birikish, polimerlanish, oksidlanish degan reaksiyalarni beradi. 3 ta reaksiya. Juda muhim reaksiya. Hop, birinchisi, birikish reaksiyasi. Propen vodorodni biriktirganda pi bog'i ochiladi, ikkita vodorodga birikadi. Hosil bo'lib propan, to'yinni. Xo'sh, bular o'z alkinlarga sifat reaksiya, bromli suv. Juda mashhur bu reaksiya. Ya'ni to'yinmagan uglevodorodlarga o'zi to'yinmagan barcha sinf vakillari, bu to'yinmagansa faqat alkinlarda tushunish kerak emas. Ularga astilin qatori uglevodorodlar, alkadinlar ham misol bo'ladi. To'yinmagan uglevodorodlar qanaqa sifat reaksiya? Bu barchasi uchun. Barcha to'yinmagan uglevodorod uchun bromli suv bo'ladi. Bromli suv qo'ng'ir rangli, xuddi Pepsiga o'xshab, Pepsida sal ochroq bo'ladi rangi. Unga biz alkin qo'shganimizda o'sha qorantir rangi, ya'ni qo'ng'ir rangi yo'qolib, rangsiz bo'lib qoladi. Chunki suv tarkibidagi bromni alkin o'ziga yutib oladi mana. Brom 2 ga bo'linadi, elektrofil mexanizmda boradi. Pi bog'lari ochiladi, ikkita brom kelib ulanadi. Pi bog'lari ochiladi, ikkita brom kelib ulanadi. 2-3 dibrom propan hosil bo'ladi. 2-3 dibrom propan. Masalan shunda. Bu alkin etilinda ham bor, butinda ham bor, hammasida bor. Bu birikish reaksiyalari. Xo'p, keyingisi H bromning birikishi, masalan, propenga H brom biriktirsak, bu ham elektrofil uziladi. Bittasiga vodorod kamiga brom keladi. Mana uglerodda vodorod kam. Xush bog' uzildi, bittasiga brom, bittasiga vodorod. 2 brom propan hosil bo'ldi. 2 brom propan. Xo'p, keyingisi kaliy permangat eritmasi. Demak, eslab qolamiz. Alkinlarga sifat reaksiya, qush bog'iga sifat reaksiya bu bromli suv bo'ldi. Chunki bromli suv rangi yo'qol ekan, shundan biz alkin to'yinmagan ekanligini bilganmiz. Bu barcha to'yinmaganlarga umumiy sifat reaksiya hisoblanadi. Juda mashhur reaksiyalarimizdan. Kaliy permangat eritmasi ham to'yinmagan uglevodorodlarga bu ham sifat reaksiya bo'laveradi. Chunki kaliy permanganat pushti rangli eritma hosil qiladi. Bunga alkin solganimizda pushti rang yo'qolib, qora cho'kma tushadi. Margans to'rt oksidi. Ba'zi vaqtlar qo'ng'ir deydi va qora bo'lib keladi. O'z yangi kitobimizda qora bo'lib kelgan. Ba'zi vaqtlar qo'ng'ir ham deydi. Demak, kaliy permangat kislotali muhit bo'lgan, neytral muhit bo'lsa, Wagner reaksiyasi to'yinmagan uglevodorodda 2 OH pi bog' uzilib 2 OH ushlaydi. Mana 2 OH alkan propan diol 1-2 hosil bo'ldi. Margans to'rt oksid cho'kmaga tushadi, qora cho'kma. Xo'p, bu alkinlarga sifat reaksiya, bromli suv va kaliy permangat neytral eritmasi. Nega? Yana aytibman, pushti rang yo'qoladi va qora cho'kma tushadi. Bu alkin to'yinmagan ekanligini bildiradi. To'yinganlarda bunaqa reaksiyalar bermaydi. Bu yumshoq oksidlovchi bo'lganligi sababli. Kaliy permangat eritmasi yumshoq oksidlovchi. Kislotali muhit bu qattiq oksidlovchi. Bu nima bo'ladi? Qush bog' borligini emas, ya'ni to'yinmagan ekanligini emas, o'sha qush bog' qayerda ekanligini topib berishi mumkin bu reaksiya. Ya'ni uglevodorod turibdi. Kaliy permangat kislotali muhit mana shu qush bog' joyini 2 ga bo'lib tashlaydi. Ikkita kislota chiqadi. Bu tomondan propan kislota, bu tomondan ya'ni etan kislota yoki sirka kislota chiqadi mana. Bu tomondan propan kislota, bu tomondan etan kislota, ya'ni sirka kislota. Xo'p, buni to'g'rilab yozib oldim.
Agar uchlamchi uglerodda qo'shboq turgan bo'lsa, mana uglерод uchlamchi, 3 ta uglерод bo'lingan bo'lsa, uchlamchi bo'ladi. Ular oksidlanishdanroq bo'ladi. Bu uzilganida mana shu yerdan keton chiqib qoladi, bu tomondan kislota chiqadi. Bu tomondan sirka kislota ikkitalik, bu tomondan butan kislota, butanon. Butan kislota deb ham butanon 2 chiqadi. Butanon. Bu tomondan sirka kislota chiqdi. Xo'p, ozon-noliz reaksiyasi tanishib o'taylik, zarar qilmaydi. Ozon-noliz reaksiyasi ham, lekin monitorimizga nimadir bo'ldi, kattalashtirib yuboribman. E'tibor beramiz mana. Ozon-noliz reaksiyasi ham eski kitobda ma'lumoti olimpiadalarga tushadi ko'proq. Bu keyin sertifikatga hali tushmagan, mabodo balki ham tushib qolishi mumkin, aytib bo'lmaydi. Ozon 3 ga bo'linadi. Xush bog'ni uzib tashlaydi, aylana hosil qiladi. Bu darsligimizdan tashqari qo'shimcha ma'lumot. Va biz unga suvda eritganimizda ozonit hosil bo'ldi. Hozir qaytaramayman. Mexanizmga e'tibor beramiz. Mana uzdi, aylana hosil qildi. Xo'p, mana bu yerda hech narsa yo'q, e'tibor beramiz mana shu yerga uzib tashadi. Suv qo'shganimizda suv borib, bitta turgan kislorod olib ketadi va halqa ochilib ketadi. Mana. Bundan aldigi keton chiqishi mumkin. Yo, ba'zi vaqtlar kislota ham chiqishi mumkin, kuchliroq okslangan vaqt. Ko'pincha testlarda aldigi chiqaradi, abituriyent programmalarda. Xo'p, bunisi tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi boy o'rganganlarimizni sal mustahkamlaymiz. Demak, 2 metil geksin 3 ning kaliy permanganatsiyatal muhitdagi eritmasiga solinsa, qanday moddalar hosil bo'ladi va savolda kalsiy toping deb. Biz tenglashtirib o'tirmaymiz. Tenglashtirishda biz umumiy kimyoda ancha o'rganganmiz. Xo'p, buni faqat reaksiyasini o'rganishimiz kerak hozir. E'tibor beramiz. Nega bunga ko'proq to'xtalyapman? Men qaysi reaksiyalarga ko'proq to'xtalsam, demak, u juda ham ahamiyatli bo'ladi. Bu reaksiya testlarga juda ko'p keladi. Sertifikat testlarida ham, umumiy kimyoda 15-iyul testlarida ham ko'p keladi. Davlat testlari juda ko'p keladi. Alkinlar mavzusida mana shu kislotali va neytral muhitlar juda ham ahamiyatli. Demak, to'g'ri javobimiz bu yerda G javobi ekan. Nima bo'ldi? Demak, ushbu birikma kaliy permanganat kislotali eritmasiga solganimizda mana bu yerdagi qush bog'idan uzilib ketadi. Birinchi, kaliy permanganat kislotali muhitda o'zgarmaydigan modda bor. Har doim margan sulfat, kaliy sulfat chiqaveradi. Kaliy permanganat kislotali muhit bo'lsa, margan sulfat, kaliy sulfat chiqadi. Mana bu yerdan uzilib ketadi. Bu tomondan izomoy kislota, bu tomondan propan kislota chiqadi. Bu tomondan izomoy, bu tomondan propanni aylantirib olsak, mana bu bir propan kislota, bunisi izomoy kislota chiqdi. Keyingisi 2 metil pentin 2. Buni o'zimiz birinchi mustaqil ishlab ko'ramiz. E'tibor bering shu joyiga. Keyin tekshirib ko'ramiz. Qara, men javob chiqaraman. Demak, javob C. Nima bo'ldi? 2 metil pentin 2. Kaliy permanganat kislotali muhitda oksidlanganda nima chiqyapti? Marganiz sulfat, kaliy sulfat o'zgarmaydi bu. Kaliy sulfat va marganiz sulfat chiqadi. Bu tomon uzilib ketadi. Bu tomondan aseton chiqadi. Bu tomondan propan kislota chiqdi. Mana. Keyingisiga o'tamiz. Qani buni ham mustaqil mashq qilamiz. Bu kislotali eritmasi. Bundan olingan kislota devordim. Adash bu aseton chiqqan ekan, keton. Uchlamchi bo'lgani uchun keton. Adashib aytib bo'lishi mumkin. Endi bunisiga qaraymiz. Xo'p, bunisidan ham keton chiqadi, aseton. Nima bo'ldi? Uchlamchi uglerod bo'lgan vaqtda kislota chiqmaydi. Valentlik 5 bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun keton chiqadi bunday payt. Kaliy permanganat kislotali eritmasi solganimizda kaliy sulfat, margan sulfat har doim chiqadi. Mana bu yerdan uzilib ketadi. Bu tomondan aseton chiqadi. Mana bu tomondan yana bitta aseton chiqadi. Ikkita aseton chiqar ekan. Keyin tenglashtirib qo'yamiz. Xo'p, davom etamiz endi. 2-3 dimetil pentin 2 kaliy permanganat eritmasiga solinsa-chi, eritma bo'lsa neytral muhit bo'ladi, kislotali muhit hisoblanmaydi. Nima bo'ldi? Ushbu birikma 2-4 dimetil pentin 2 kaliy permanganat neytral eritmasi solganimizda margans 4 oksidi, kaliy OH chiqadi. Kaliy permanganat neytral eritmasi bo'lsa, margans 4 oksidi va kaliy OH. Margans 4 oksidi bu bilamiz, neytral muhitda chiqadigan modda. Endi bunday vaqt uzilib ketmaydi. Yumshoq okslovchi bo'lgani uchun bundan glikollar yoki 2 atomli spirtlar, diollar hosil bo'ladi. Mana pi bog'i uzilib, 2 ta OH ushlaydi. Mana bu yerdagi pi bog'i uzilib, 2 ta OH ushlaydi. Mana bunaqa. Keyingisi etilen. Har mustaqil yozib ko'ramiz. Nima bo'ladi bunda? Etilen glikol chiqadi, margans 4 oksidi, kaliy OH. Etilenga kaliy permanganat neytral eritmasi qo'shganimizda
Marganis 4 oksidi chiqadi, kaliy OH chiqadi, pi bog' uzilib, bu yerdan etilin glikol chiqadi. Etilin glikol. Xo'p, ishqoriy muhtam xuddi kaliy permangan nitral eritmasi bilan bir xil bo'ladi. Juda yumshoq oksidlovchi bu. Kaliy permangan ishqoriy muhitda bo'lsa-chi, bunda kaliy manganat chiqadi, suv chiqadi. Mana bu yerda yana diol chiqadi. Chuqur muhitda ham ko'rib chiqdik. Endi reaksiya sxemalari bilan mustahkamlashimiz kerak bo'ladi. Qani o'rgangan, hozir o'rgatgan nimalarim bor. Polimerlanishni o'rgatmagan ekanman, hozir polimerlanishni ham ko'rib chiqamiz. Demak, mustaqil shu videoni ko'rgan bo'lsak, boshidan qani mustaqil bajarib ko'ramiz. Bo'lmasa men javoblar chiqarishni boshladim. Video to'xtatib tekshirib ko'rishimiz kerak edi, o'zimiz sanab ko'rishimiz kerak edi. Birinchidan, kaliy permangan ksatali muhit bo'lgani uchun mana bu yerdan uzilib ketish kerak bo'ladi. Qo'shboq bor joyda mana bu yerdan uzilib ketadi. Xo'p, bu yerdan birinchi marganis sulfat, kaliy sulfat chiqadi, ksatali eritma bo'lgani uchun. Xo'p, qo'shboq uziladi, bu tomondan propan kislota chiqadi. Bu tomondan sirka kislota chiqadi. Ikkita kislota chiqdi. Propan va sirka kislota, ya'ni etan kislota. Kaliy permanganat nitral eritmasi bo'lsa, boya o'rgatganimdek, bunda marganis 4 oksidi kaliy OH chiqadi. Mana bu yerdan pi bog' uzilib, ikkita OH keladi. E'tibor berasiz, bunda qo'shboq to'liq uzilib ketdi. Bunda pi bog' uzildi faqat. Sigma bog'i turibdi mana. Faqat diol hosil bo'ldi nitral eritmasida. Yumshoq oksidlovchi bo'lgani uchun. Digalogenli hosillarga rux qo'shganimizda, rux ikkita xlorni oladi. Qo'shboq tashiydi. Pentin 2 chiqdi. Rux xlorid chiqadi qo'shimcha sifatida. Polimerlanish. Demak, alkinlar polimerlanadi. Demak, o'zi aytdim, to'yinmagan uglevodorodlar deyarli barchasi polimerlanadi, birikadi, oksidlanish shaklsiz kirishadi. Birikish shaklsizga kirishadi. Polimerlanish, pi bog'i ochiladi, o'rinbosarlar pastga tushadi mana. Mana polimerlanma, mana monomer zvenosi bu. Mana bu e'tibor bering, mana bunisi monomer. Farqiga borish kerak. Bu monomer. Mana bu polimerlarni, ana endi mana bu narsa monomer zvenosi. Hammasi buni n bilan birgalikda polimer deyiladi. Mana shu bittaginasi esa monomer zvenosi. Monomer zveno degan n-ni hisob olmaymiz. N-ni hisob olmasak, qoldirsak monomer zveno bo'ladi. Xo'p, endi keyingisi bromni birikishi. Pentin 2 ga brom biriktirganimizda pi bog'i ochilib ikkita brom keladi. 2,3 dibrom pentan chiqdi. Bu brom suvda rangslantirish deyiladi. Keyingisi endi buni ham bir mustaqil mashq ko'ramiz. Xo'p, endi reaksiyalarni aytaman. Birinchi marganis sulfat chiqadi, kaliy sulfat chiqadi. Mana bu tomondan izomoik kislota chiqadi. Bunisi tomon, ikkinchi tomondan keton chiqdi. Chunki mana bu yerdan uzilganda bu tomondan keton chiqib qoladi. Mana keton, aseton. Bu moddaga marganis 4 oksidi chiqadi, kaliy OH chiqadi. Nitral eritma bo'lsa o'zgarmas bu. Bu yerdan pi bog' uzilib, ikkita OH chiqadi. Pi bog' ochiladi, ikkita OH. Digalogenli hosillarga rux qo'shganimizda, rux ikkita xlorni oladi. Ruxlar chiqib pi bog' tashiydi. Mana. Bu alkinlarning olinishi. Keyingisi polimerlanish reaksiyasi. Xo'sh, mana bu yerda polimerlanishda o'rtada pi bog' ochiladi. Mana bu monomer zveno bo'ldi. Bu monomer zvenosi. Mana bu polimer. Mana enta. Mana bu moddani o'zi esa bu monomer, e'tibor beramiz, monomer. Polimerlarni bu monomer zvenosi. Xo'sh, mana bunisi polimer enta. Polimerlarni, polimer nima degani? Monomer nima degani? Mono bitta qism, monomer bitta qism. Polimer ko'p qism, ya'ni ko'planish, polimerlanish, ko'payish, ya'ni bir-biriga ulanib ketaveradi bu zanjir. Xo'p, bromni ta'sir ettirish pi bog'iga hujum qiladi. Pi bog'ni ochib yuboradi. Elektrofil reaksiya mexanizmi bo'yicha boradi reaksiya. Mana. Xo'p, keyingisi yana mashq ko'ringizlar. Mana juda ko'p marta takrorladik. Har birini mashq qilaversak, shu reaksiyalar juda hozir mana shu yerdagi reaksiyalar hammasi juda muhimlari ichida. Men eng muhimlarini tanlab olganman. Shu reaksiyalarni bilsak, o'z reaksiya sxemasida ko'p narsa ochilib qolar organikada. Shuning uchun mana shularni qayta-qayta mashq qilayman. 3-marta imkon berdim. Marganis 4 oksidi kaliy sulfat chiqadi. Bu tomondan aseton, uchlamchi uglerod bo'lgani uchun bu tomondan butanon chiqdi. Ya'ni keton chiqdi yana bitta. Xo'p, bu kaliy permangan nitral eritmasi marganis 4 oksidi kaliy OH chiqadi. Bu tomondan ikkita OH. Rux qo'shganimizda rux ikkita xlorni oladi.
pi bog' tashlaydi, qo'sh bog' hosil bo'ldi. Keyingisi polimerlanish, mana. Boya monomer edi, endi monomer zifenom. Bu esa polimer. Enta deb yozsak polimer bo'ladi. Xo'p, bunisi aytdik, brom sut biriktirish o'zi berilib qo'ygan ekan javobi mana. Pi bog' uzilib, ikkita brom keladi. Bu Briggs reaksiyasi. Chunki qo'shimcha hech narsa chiqib ketmayapti. Briggs reaksiyasida hech narsa chiqib ketmaydi, faqat bir-biriga ulanadi. Mana. Xo'sh, endi reaksiya sxemalarini, xuddi shu o'rgangan reaksiyalarimiz asosida va o'tgan mavzularga taalluqli bo'lgan reaksiyalar asosida reaksiya sxemalarini o'rganamiz. Birinchi, izopropil xloridga kaliy oxid spirtli eritmamiz. Biz bu reaksiyani alkallar mavzusida tushuntirib o'tganmiz. Videoda alkallar mavzusini topib ko'rsangiz, kimyo xossasida kaliy oxid spirtga juda ko'p marta to'xtalganman. Juda muhim reaksiya. Endi reaksiya sxemasida buni qayta ishlab o'rganib ko'ramiz. Ana endi javob chiqaraman. Javob -4. Qanday bo'lyapti? Izopropil xlorid. Mana izopropil xlorid. O'rtada xlori bor. Bunga kaliy oxid spirt qo'shsa, kaliy xlor bilan vodorodni oladi, qo'sh bog' tashlaydi. Pi bog' tashlaydi, qo'sh bog' hosil bo'ldi. Hosil bo'ldi birinchi X birimiz bu propen. Unga H brom qo'shamiz. Markovnikov qoidasiga ko'ra, brom vodorod kam o'rtaga boradi. Vodorod ko'piga boradi. Ya'ni pi bog' ushlagan, qo'sh bog' ushlagan uglerodlar orasida ikkovidan biriga birikish kerak. Bunda vodorod ko'p bo'lib, birovlar janjal qilib qolishi mumkin. Bunaqa janjal qilmaymiz. Vodorod 3 ta bo'lgan bilan bunda qo'sh bog' yo'q, shuning uchun uglerodga bormaydi. Bunda 2 ta vodorod bor, bunda bitta vodorod bor. Vodorodlarni qo'yib chiqaylik, o'shani tushunamiz. Ketdi. Vodorod ko'piga vodorod, kamiga brom. Mana ularni izobutil bramid hosil bo'ldi. Bu X2. Endi natriy qo'ysak virus reaksiyasi o'zini o'ziga ulaydi. Ya'ni mana bu joy bilan o'zi ulanadi. Buni mexanizm berilmadi ekan, shuning uchun endi tushuntiraman. Mana bu birikmani bunaqa qilib yozib olyapmiz, mana. Mana bu yerda bromi bor. Xuddi shuni yana bitta o'ziga qarab yozib olamiz, mana. Hop, bunga natriy qo'shganimizda natriy mana bu bromid bo'lib chiqib ketadi. Natijada hosil bo'ldi mana bu birikma. Mana. Ushbu birikma hosil bo'ldi. O'zi bilan o'zlandi. Xo'p, endi bu birikmaga 2 mol xlor qo'shsak, o'rin olish reaksiyasi qanday bo'ladi? Bitta alkalar mavzusida bu reaksiya ko'proq to'xtalganman. Xlor keladi, bittasi vodorod topib ketadi, ikkinchi xlor kelib joylashadi. Bundan ham bitta vodorod topib ketadi, ikkinchi xlor kelib joylashib, dixlorli birikma chiqadi. Bunga endi rux qo'shganimizda, bugun o'tdik, rux xlorid chiqib ketadi, o'rtaga pi bog' tashlaydi. Mana bu birikma chiqdi. E'tibor beramiz, bu alkanlar o'tgan sizlar o'rgatgan mavzudagi bilan bugungi ikkovidan aralashib tushyapti reaksiya sxemasida. Demak, mana bu 5. Endi bunga kaliy permangan kislotali muhit bo'lsa, 2 ga bo'lib tashlab aseton chiqadi. 2 ta aseton. Mana bu yerdan uzilib ketadi. Kislotali muhitda. Kaliy sulfat margan sulfat qo'shimcha sifatida chiqadi. Qisqartirib yozilgan reaksiya sxemasida. Endi uni oksidlanish darajasini so'rayapti. Vodorodlarni yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. CH3 CO CH3 bo'lsa, uglerod vodoroddan elektromanfiyligi katta bo'lgani uchun 3 ta vodoroddan elektron oladi, -3. Bu ham 3 ta vodoroddan elektron oladi, -3. Bu uglerod bilan uglerod ulangan. Elektron ololmaydi, kuch teng. Kislorodga 2 ta elektron beryapti mana. Shuning uchun bu +2 bo'ladi. Endi bularning yig'indisi -3 ga -6, 2 ni qo'shsak qisqarib ketib -4 qoladi. Mana shuni qisqartirsak matematikada -4 ni beradi. Oksidlanish darajalari yig'indisi demak -4. Keyingisiga o'tamiz. Butanni kritingladik. Yaxshi. Mustaqil mashq ko'ramiz. Kritinglanishni men nimalar mavzuda batafsil berganman. Alkallar video darsligida ko'rsak, o'sha yerda bu berilgan. Kritinglanish. Butanni kritinglasak nima bo'ladi? Metan chiqdi deyapti. Demak, butan kritinglansa, mana bu yerdan yozaman. 1 2 3 4 metan chiqish uchun mana bu yerdan uzilish kerak. Mana uzilish joyi. Mana bu yerdan uzilsa, masalan, bunda metan chiqadi. Bunda chiqadi bu tomondan metan CH4, mana bu uzilgan. Bu tomon 3 ta bo'lgani uchun propilen chiqadi mana. Bitta to'yingan, bitta to'yinmagan chiqish kerak. Masalan, metan chiqdi, to'yingan, bu tomondan propilen to'yinmagan. Shuning uchun X birimiz, demak bu propilen. Javob -6 chiqar ekan. Xo'p, bu yerda bitta texnik nosozlik ketib qolgan. Mana aybim bo'libdi bu yerda. Mana bu sian bo'lish kerak edi, sian kislota bo'lish kerak edi. E'tibor qilmabman. Bu yangi reaksiya, sian kislotani birikishi, bu eski kitoblarimizdan olingan.
xuddi H-borga o'xshab birikadi. Qush bog'i ochilib, pi bog'i ochiladi. Vodorod va sian gruppa keladi. Sian esa asosiy zanjir bo'ladi mana. Bunga suv qo'shganimizda suv kelib kislota hosil qiladi, karboksil gruppa hosil qiladi. Endi bunga natriy osh qo'shganimizda kislotalar natriy ishqolma reaksiyaga kirishib, izomoy kislotaning natriyli birikmasi hosil bo'ladi. Bu birikmaga metil xlorid qo'shganimizda natriy xlorid chiqib ketadi, metil ulanadi. Mana bu birikma chiqdi. Buni uglerod atomlarining oksidlanish darajalari yig'indisini so'rayapti yana. Demak, o'nchi vodorodlar qo'shishimiz kerak. CH3 minus 3 uchta vodorodda elektron olyapti, minus 3. Bunda bitta vodorod bor, bu minus 1 bo'ladi. Bu 3 ta elektron kislorodga beryapti, ugleroddan olmaydi. Demak, bu plus 3 bo'ladi. Mana bu uglerod tushuntiraman endi. 3 ta vodorodi bor buni mana. 3 ta vodoroddan elektron olyapti mana 1, 2, 3 ta oldi. Minus 3 bo'lishga lekin kislorodga bitta beryapti. 3 ta oldi, bitta berdi. Demak, 3 ta olib bitta bersa, o'zida 2 ta qoladi, minus 2. Demak, oksidlanish darajalari minus 2, plus 3, minus 3, minus 3, minus 1. Bulardan mana ikkovini qisqartirib olsak, bizga qoldi minus 3, minus 2, minus 3, minus 1, minus 2. Bu degan minus 6 yig'indisi. Demak, javob minus 6. Yana bitta mashq qilib ko'ramiz. Demak, alyuminiy karbid suvda eritildi. Bu reaksiya sxemasi to'g'ri, nahvda ham xato bo'lmaydi. Bu yerda sal anglashmovchilik bo'libdi. Xo'p, suvda eritdik. Buni hosil bo'lyapti, demak, qanaqadir birikma 600 gradusda qizdiryapmiz, vodorod xlorid qo'shyapmiz, natriy qo'shyapmiz, xlor qo'shyapmiz. Qani mashq ko'rgan bo'lsak, endi reaksiya javob chiqaryapman. Reaksiya sxemasi bor, -2. X1imiz metan, alyuminiy karbid bu alkallar molusida bor. Suvda eritilganda metan chiqadi. Metan 600, 700, 800 gradusda qizdirilsa etilen, agar 1000 gradusda bo'lsa uglerod chiqadi, 1500 gradusda bo'lsa asetilin chiqadi. Bu yerda hozir etilen, etilenga H-xlor qo'ysak, pi bog'i ochiladi. Tasiga vodorod, tasiga xlor keldi. Etil xlorid bu X3. Bunga natriy qo'ysak, butan o'zi bilan o'zi ularni etil bilan etil. Endi bunga xlor qo'ysak, vodorod kamini topadi. 3 ta, 2 ta, 2 ta, 3 ta. Xlor 2 ga bo'linadi. Bittasi boradi, vodorod kamidan vodorodni oladi, ikkinchisi borib o'sha yerga ulanadi. 2 xlor butan chiqdi. 2 xlor butanga kaliy gidroksidi spirtli eritmasi bo'lsa, kaliy xlor bilan vodorodni oladi-da, qo'shbog' pi bog' tashiydi, natijada qo'shbog' hosil bo'ldi. Psevdobutilen, butin 2. Bu birikmaga kaliy permanganat kislotali eritmasi qo'shsak, mana bu yerda 2 ga bo'linib ketadi, 2 ta sirka kislotasi hosil bo'ladi. Mana endi bunga natriy osh qo'shsak, natriyli birikma, bu demak natriy asetat. Bunga metil xlorid qo'shsak, murakkab efir, natriy xlor chiqib ketadi mana. Ba'zi bir reaksiyalar shu bahona o'rganilib ketsa bo'ladi. Xo'p, reaksiya sxemalarimiz tugadi deb hisoblasak bo'ladi. Xo'p, videoni ko'rib, chiroyli laykchani bosib, agar yoqqan bo'lsa, kommentariy yozsalaringiz yana ko'paytiraveramiz videolarda. Keyin bundan keyin yana videolarda masalalarni ham o'rgatishga harakat qilaman. Agar shu usullarda yoqqan bo'lsa, boshqalar ham ko'rish uchun layk bossak ko'proq tarqaydi va ko'proq abituriyent o'rganadi buni. YouTube'da ya'ni ko'proq tarqashni boshlaydi. Xo'p, demak, agar shu video yoqqan bo'lsa, demak davom etaveramiz. Iloji bo'lsa keyin masalalarni ham o'rgatishni boshlayman. Bu hozir faqat umumiy nazariyalari va tushunish kerak bo'lgan joylari. E'tiborlaringiz uchun rahmat. O'qishlaringizga omad.